2026-yilda Usta Sherzod kanalini kuzatib turgan obunachilarimizga assalomu alaykum. 2026-yil 21-mart sanasida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani O'zbekiston mahallasida mana shunday go'zal obyektimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu ishimiz bilan polni bitta tanishtirib o'tamiz, yo'qsa laykni gumburlatib bosib qo'yasiz. Xo'p, akalar. Obyektimizga umumiy hisobda 320 kvadrat metr tunuka ishlatdik va bu obyektimiz uy egasiga 43 million so'mga qilib bitkazildi. Shu 320 kvadrat tunukamiz qayerlarga ishlatildi? 60 santimetrlik kazarok, gir aylanasi, 38 metr kazarogimiz va mana bu yerda 4 metrga 5 metr bo'lgan ayvonchamiz. Bu ayvonchamizni girlarini 90 gradusli regl bilan apshipga qilib, o'rtalariga 2026-yilda trend bo'lib turgan 3D fasonimizdan qilib bitkazdirib berganmiz. Darvozaxonamizga kirishimizda bizni uzunasi 8 metr, eniga 4 metr bo'lgan darvozaxonamiz kutib oladi va bu darvozaxonamizga girlarini darushkali, o'rtalarini esa mana shunday 3D fasonda qilib, 3D'larimizni har bittasiga mana shunday ko'rib turganinglardek svechchalarni qo'yib bitkazdirib berganmiz. Bu ishimizga bitta ko'rib, yo'qsa laykni gumburlatib bosib qo'yasizlar. Akalar, kimga xuddi mana shunday fasonda, mana shunday tunuka fonlar xizmati kerak bo'lsa, bemalol Usta Sherzodga telefon qilib, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Ishlarni tez va sifatli qilib chiqarib beramiz. Darvozaxonadan kirishimizda bizni 110 santimetrlik, uzunasi 26 metr bo'lgan ayvonimiz kutib oladi va bu ayvonimizni 45 gradusli bakavina, 90 gradusli qosh, orqalariga dumaloq karnizlarni qo'yib berganmiz va mana bu yerda masofamiz bo'lganini hisobiga bu masofamizni ham tunuka bilan apshipga qilib bitkazdirib berganmiz. Mana bu tomon chaklariga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bu tomon 110 santimetr, mana bu tomon 60 santimetr bo'lgan shapkani burchaklarini ham juda ham chiroyli qilib keltirib bitkazdirib berganmiz. Hop, akalar, va bu obyektimizning so'nggi qismi mana xuddi mana shunday olib kelib bu tomon aylantirib o'tkazdirib berganmiz. Xuddi mana shu ko'rib turgan obyektlarga umumiy hisobda 43 million so'm pul ishlatildi va mana shunday go'zal xonadon o'z nihoyasiga yetdi. Bu 43 million so'mning ichida 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan deganimizda, akalar, reykasi, samarezi, tunukasi, usta xizmati, dastavkasi, kilaylari, qo'yingki, barcha xizmatlari ichida faqat mana bu lampochka va bularning ustanovkasidan tashqari xuddi mana shunday ko'rinishda uyingizda chiroyli va go'zal qilib bitkazdirib beramiz. Shunaqa xizmatlar uchun Usta Sherzodga murojaat qilaverasizlar. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga layk bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Bundan da yangiliklarimiz hali oldinda. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Siz bilan Usta Sherzod.